Qadrdonlar, apolovkalarni bog'iga yetib kelganmiz. Bu yerda xolasangiz konteyner dilisidan yasalgan apolovkalar bor. 1 metrdan, yo'q, 27 santimetrdan 1 metrgacha. Xolasangiz mana yangi listdan ham akalarimiz chiroyli qilishib, tayyorlashib beryapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati Go'yda tumani Kaminteron qishlog'ida bo'lyapti. Bu yerda faqat ara apolovkani o'zi emas, kolonna apolovkalar bor, leysalar bor, betonomeshalkalar bor, aravalar bor. Hammasining narxi juda ham arzon. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desalar, yana ham arzonlashtirib beradi. Chiqanini ko'rsatamiz. Akalarimiz birinchi qo'l mana hozir apolovka yig'ilyapti, leysa yig'ilyapti. Mana bu yerda esa kraska bo'layotib turgan jarayoni. Xo'sh, leysani ikki xil varianti bor ekan. Qalinligi 1.7 ekan. Xo'sh, masalan, mana bu leysamiz vodiydi standarti 95 lik, balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr. Narxi 700 ming so'm. Ko'proq olsangiz kelishtirib beriladi. Mana bu leysamiz qadrdonlar, bunimizni balandligi 2 metr, uzunligi 1.90, eniga 95 lik. Bunimizni narxi 670 ming so'mdan ekan. Xolasangiz buni 1 metrligini ham tayyorlashib berishaveradi. Xo'sh, kolonna apolovkalarimizga keladigan bo'lsak, xo'sh, 3 metrligi bor ekan, narxi 3 million 400 ming so'm. 1 metrligini zakaz beradigan bo'lsangiz, uni ham tayyori bor. Narxi qadrdonlar 1 million 150 ming so'mdan sotuvda bor. Razmeri 40 ga 40 bo'ladi. Endi apolovkalar narxini yoritib beradigan bo'lsak, bu yerda masalan yangi listdan yasalgan apolovkamiz lazerda kesilgan, gipda bukilgan. Bunimizning narxi masalan 30 ga kerak bo'ladigan bo'lsa 4 million 300 ming so'm, 27 ga kerak bo'ladigan bo'lsa narxi 3 million 400 ming so'm. Konteyner apolovkalarga keladigan bo'lsak, bunimizni 27 santimetrligi qoraga 2 million 900 ming so'm, 30 santimetrligi 3 million 800 ming so'm. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar, dastavkalar kelishilgan narxlarda bo'ladi.